Assalomu alaykum barchaga. Mana yo'q kanalga xush kelibsizlar. Bugungi videolikni video plyusdan ko'rgan edik. Xo'p, challenge qilmoqchiman. Ya'ni mana shu Ton Pik sayti do'stlar, Ton King sayti do'stlar, uzr do'stlar. Hisobini ko'rishingiz mumkin. 01 ton mavjud. Yangi yilgacha vaqt bor, ya'ni 2026-yilgacha vaqt bor. Sanani ko'rishingiz mumkin. Ya'ni birinchi kun 17-noyabr, ya'ni 1,5 oy vaqtim bor. 1,5 oyda men bir 20 marta kiramanmi, 30 marta kiramanmi, har kuni kirmayman bu saytga. Shu kirgan paytim o'ynayman va ekran zapis qilib albatta Telegram kanaliga, YouTube'ga qo'yib boraman. Ya'ni o'sha kirgan paytimni qo'yib boraman do'stlar. Va har kirganimda shu iloji boricha biroz ton ishlab qo'yishga harakat qilaman. Ya'ni mana shu o'zining o'yinlarini o'ynash orqali va yangi yilda ko'ramiz, ijtimoiy qilmasdan ya'ni necha pul ishlashim mumkin bo'ladi, shuni sinab ko'ramiz. Ya'ni bu saytda meni ham hech qanday levelim yo'q, ko'rishingiz mumkin. Stone leveldaman. Stone level ya'ni birinchi leveldaman mana shu. Ya'ni siz ham bu saytdan ro'yxatdan o'tib qo'yishingiz mumkin. Xuddi mendek yangi akkaunt bo'ladi do'stlar sizda ham. Bir 10 kuncha yig'ib yurasiz, siz bergan narsasini mana har soatda olsa bo'ladi buni. Claimni bosasiz va bu yerda sizdan hozir kapcha so'raydi. Kapchani to'g'ri bajargan holatda har soatda shu Stone levelda qaysi levelda bo'lsangiz o'sha leveldagi summani, ya'ni o'sha leveldagi tonni sizni hisobingizga beradi do'stlar. Hop, mana free spinni bosamiz va bizga mana o'zi aytilgan summani berdi ko'rganingizdek. Va bu orada, ya'ni 1,5 oy orasida mana levelim ham ko'tarish mumkin balkim. Endi buni ham ko'rib borasiz. Agar sizga bu narsa qiziq bo'lsa, albatta ko'rib boring. Shu kanalimda va Telegram kanalimda ham videolari chiqib turadi. Bemalol ko'rib borsangiz bo'ladi. Buning uchun do'stlar, shunchaki videoga like bosib, mana kanalimga obuna bo'lib va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysangiz, har bitta yangi video chiqsa sizga bildirishnoma bo'lib boradi, ya'ni soобщение bo'lib borib turadi do'stlar. Bugun ham shuni biroz ko'paytirishga harakat qilamiz. To'g'ri, ya'ni men bir kunda 1 ton, 2 ton ko'paytirib tashlamayman. Ozgina ko'paytirib yuraman do'stlar. Ya'ni bu nulovoy akkaunt, bunga hech qanday pul solmayman, bir tiyin kirgizmasdan iloji boricha foyda bilan chiqishga harakat qilamiz. Maqsad shu. Va maqsad, ya'ni bu videolarni yuklashdan maqsad, ya'ni shu nulovoy leveldan biroz yaxshiroq o'yinga chiqishni ko'rsatib berish do'stlar. Hop, mana Daysimga kirdik. Taktika oddiy 4x qo'yamiz, ya'ni shunday qo'yamiz va minimal summa bilan kamida 7 marta yoki 6 marta yutkazishni kutamiz ketma-ket. 1 2 3 4 5 6 7 marta yutkazsin. 5 bo'ldi, 6 7-chida уже yutyapti. Shuni aytyapman-ku, shu 6 yoki 7 уже keyingisi albatta yutadi. Shuning uchun 6 yoki 7 marta yutkazishni kutamiz. Hop, mana hozir 6 marta yutkazdik. Endi yana mana 7 marta yutkazdik. Hop, endi har kim o'zini balansdan kelib chiqib qo'yadi. Menda ham kam summa bor ko'rganingizdek. Men ham hozir bir risk chaqib ko'ramiz. Ya'ni navbariga 5 yozamiz, ya'ni hop 500 dan. Endi start bosamiz. Mana YouTube ko'rganingizdek, 7 tani yutkazib turib 1500 qaytarib oldim. Mana shunaqa taktika do'stlar. Shu taktikada o'ynab biroz ko'paytirib qo'yamiz do'stlar. Endi bu yog'ini videoni o'zini tezlashtiraman. Xullas, mana balansimiz bugunga yetarli. Mana shu menimcha yetarli deb o'ylayman. Keyin kirganimda albatta yana 2x ko'paytirishga harakat qilaman. Hop, challengelarni kuzatib boring, meni kanalimga obuna bo'lib qo'ying, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Bu sayt silkasini video kommentariyasidan va video opsiyasidan topsangiz bo'ladi va Telegram kanalimdan ham topsangiz bo'ladi. Saytdan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Mana ro'yxatga o'tib siz ham meni challengeimni davom qilsangiz bo'ladi. Misol
Men ham hali Nurovoy akkauntdaman. Sizlar bilan mani web kanali bo'ldi.